bizani maktablarimizda bir ikkita kamchiliklar bor. Bizani maktablarda school counselor degan narsani o'zi yo'q. Email degan narsani yo'q. O'zi yo'q. Website degan narsani o'zi yo'q. Mana shu joyda biz juda ham qiyinchiliklarga duch kelamiz. Oddiy maktablardan kelgan studentlar bilan to'pov universitetlarga topshirish jarayonida. Chunki qabul komissiyasi rekomendatsiyalarni Gmaillarigacha tekshirib olishadi. Agar Gmailni student o'zi sodat qilgan bo'lsa, ular uchun bu katta red flag. Bu aytadi, bu student значит o'zi yozyapti, o'ziga o'zi rekomendatsiya yozyapti deb o'ylashadi. Bu degani esa Amerikani mentaliteti bo'yicha bu katta plagiarizm hisoblanadi. Ular bilib qolishi shu narsani srazu sizni zaявкalaringizni даже admin qilish darajasigacha olib kelishi mumkin. O'shaning uchun e'tibor bering. Agar siz частный maktabga berayotgan bo'lsangiz, school counselori bormi, yo'qmi? Veb-sayti bormi, yo'qmi? Ofitsialniy emaillari bormi, yo'qmi? Yuqori sinfdagi studentlarga qanchalik e'tibor berishyapti yoki yo'q? Shu narsalarga e'tibor berishingiz kerak.